Ha kızım. Yaxshimisan? Dadajon, kuyovimiz meni urdilar. Meni olib keting. Meni haqorat qildilar. Qaynonang juda yaxshi ko'radi-da. Oshni hidini darrov sezding ha? Qo'ng'iroq qilding bolam. Dadajon, ustimdan kulyapsizmi? Men nima deyapman? Siz nima deyapsiz? Meni olib keting. Kuyovimiz haqorat qildilar. Dadajon. Menga qara. Kuyovni ham olib kelgin. Oshni donlab qo'ydim. Oshib ketasizlar. Bo'la qol qizim. Kuyov bilan kelinglar. Meni yaxshi ko'rmaysizmi? Meni olib keting, iltimos. Yashamayman. Qizim. Hayot bu. Hayot esa o'yinchoq emas. Oilada har narsa bo'ladi. Endi bu degani hadeb yig'lab, siqtab, telefon qilaverib, meni olib keting deydigan emas. Qars ikki qo'ldan qizim. Sen kuyovni nimadir aytganini qilmagansan-ki, shu uchun dakki eshitgansan. Mana onangni qara. Har kuni ikkalamiz tortishamiz, urushib qolamiz. Lekin onang biror marta meni tashlab ketganmi? Ko'chaga chiqib ketganmi? Meni haydab solsa soladiki, o'zi bir qadam ham ko'chaga chiqmaydi. Shu uchun qizim, uydagi gap uyda qolgani yaxshi. Yana bitta gap qizim. U yer seni uying. Endi faqat mehmonga kelib ketasan. Yana bir gap qizim. Kuyovimni hadeb menga yomonlayverma. Sizlar kelishib, yaxshi yashab ketarsizlar. Lekin meni qalbimda qoladi. Men kuyovimni yomon ko'rib qolishim mumkin. Yana qayta aytaman. Uydagi gap uyda qolsin. Hozir kuyovim bilan kelasizlar, aylanib mehmon bo'lib ketasizlar. Tushunarlikmi? Xo'p bo'ladi. Yaxshi qizim. Qizim, sen har telefon qilganingda titrab, qo'rqib ketaman. Qizim tinchmikan deb. Ota bo'lish qanchalar qiyinligini qiz uzatib bildim. Ilohim hech kimni qizi ajrashmasin. Uyga qaytib kelmasin. Qo'sha qarisin.